Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Vassalatu vassalamu ala rasulillah amma ba'd. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Hadis shariflarda ma'lum bir solih amalni bajargan bandalar qiyomat kunida nabiylar, siddiqlar, shahidlar bilan bir qatorda bo'ladi deyiladi. Bir solih amalni bajargan kishi mana shu zotlar bilan bir qatorda turadi deyilishi o'sha zotlarning maqomlari naqadar ulug' ekanligini ifoda qiladi. Payg'ambarlar, siddiqlar, shahidlar bular Allohning huzuridagi ulug' maqom sohiblaridir. Mana shu maqomga insonni yetkazadigan amallardan bittasi rostgo'ylik. Imom Buxoriy rivoyat qilgan hadisda Nabiy sallallohu alayhi va sallam aytadilar: doimo rostgo'y bo'ling. Rost gapirish yaxshilikka yetaklaydi. Yaxshilik esa jannatga olib boradi. Banda doimo rost gapirishda davom etarkan, Allohning huzurida u siddiq deb yozib qo'yiladi. Yolg'on gapirishdan tiyiling. Chunki yolg'on gap yomonlikka eltadi. Yomonlik esa jahannamga olib boradi. Kishi yolg'on gapirishda bardavom bo'lish bilan Allohning huzurida u kazzob deb yozib qo'yiladi deydilar. Demak, bandani siddiqlar maqomiga qo'shilishi uchun tiliga ehtiyot bo'lishi, doimo bu tilidan rost so'zlarni chiqarishi kifoya qiladi. Siddiqlik maqomi qayerda-yu, kazzoblik maqomi qayerda? Dinimiz kazzoblikdan, yolg'onchilikdan qaytaradi. Yolg'on gapirish gunohi kabiralardan, katta gunohlardan hisoblanadi. Buning turlari ko'p. Savdoda aldash yoki birovga yolg'on xabar yetkazish va hokazo har qanday aldovlar yolg'on bo'ladi va buning gunohi juda katta bo'ladi. Savdodagi yolg'onlardan bittasi savdolasharkan xaridorga qimmatroq sotish maqsadida ba'zi bir sotuvchilar aytadiki, o'zini ham narxi emas, o'zini 10 mingga olganman deydi masalan. Vaholanki uni 5 mingga olgan. Boring agar 9,5 mingga olgan bo'lsa ham bu gapi yolg'on bo'ladi va bu savdodan baraka ketib qoladi. Xalqimiz orasida hazil, mutoyiba ma'nosida afandini bir qissasi keng aylanadi. Ya'ni afandini bir sigiri bo'ladi, shu sigirini sotish uchun bozorga boradi. Hech sota olmaydi. Oxiri mana shu bozordagi hayvon sotish borasida mutaxassis bo'lgan odamlarga iltimos qiladi, shu sigirimni sotib bering deb. Boyagi odam bozorning o'rtasiga sigirni olib keladi-da, odamlarga uni maqtay boshlaydi. Bu sigir falon yoshdagi sigir, har yili egizak tug'adi, har kuni faloncha sut beradi, bu undoq, bu bundoq deb uni maqtab ketadi. Buni eshitgan afandi, bu sigirim bu qadar zo'r bo'ladigan bo'lsa, bu o'zimga ham kerak bu deb sigirni qaytarib olib ketadi. Buni go'yo kuldirish uchun aytilgandek tuyuladi, ammo hikmat nazari bilan qaralsa, bu joyda afandi yolg'on ishlatilganligi uchun savdoni to'xtatgan. Agar mana shu gap bilan savdo bo'lganda edi, bu yolg'on ustiga bino qilingan savdo bo'lardi. Bu yolg'on bo'lyapti, savdoni botil qiladi bu deb afandi bu joyda sigirni olib ketgan. Balkim o'sha davrda bu yolg'on-ku, gunoh bo'ladi, Alloh g'azab qiladi degan so'zlarni ishlatish mumkin bo'lmagandir. Shuning uchun ham buni go'yo mutoyiba ma'nosida aytilgandir. E'tibor bersak, Nasriddin yoki afandi deb boshlanadigan ko'p voqealarni asli tagida ma'lum bir shariatimizga taalluqli hikmat bo'ladi. O'sha savdoda aldab sotayotganda inson qancha foyda qilardi? U foyda qilgan pulini qancha ishlatardi? Bu dunyo o'tkinchi bo'lsa, hech kimga falon yoshga kirib, nabiralaringni hatto to'yini ko'rib vafot etasan deb birov kafil bo'lmaydi. Kim qancha yashaydi Alloh biladi. O'tgan yilgi statistika ma'lumotlarida yilning avvalgi 3 oyida respublikamiz bo'ylab 100 dan ortiq maktab o'quvchisi yo'l harakati voqealarini deb vafot etgan. 100 dan ortiq maktab o'quvchisi. Eng kattasi ham 18 yosh bo'ladi maktab bolasini. 18 ga kirar-kirmas 100 dan oshiq bola vafot etyapti. Bugun o'zimiz ham ko'ryapmiz, qanchasini janozasiga boryapmiz. 30 ga kirgan, 40 ga kirgan odamlar vafot etyapti. Bizning ham hayotimiz shu, biz falon yoshga yetamiz deb o'ylamaylik. Bunga hech kim kafil emas. Mana shu o'tkinchi hayotimizdagi arzimas foydani deb biz oxiratimizni sotib qo'ymaylik. Alloh taolo Qur'oni Karimda
Musa alayhissalomning tillari bilan aytadi. Astag'firu billah. Ya qavmi, innama hadhihi al-hayatu dunya mata'un va innal akhirah hiya darul qarar. Ey qavmim, albatta bu dunyo hayoti bir matohdir. Oxirat barqaror diyordir. Haqiqiy hayot oxiratda bo'ladi. Bu dunyo esa o'tkinchi. Payg'ambar alayhissalatu vassalomning huzurlariga Hazrati Umar kirdilar. Sayyidimiz alayhissalomning xonalaridagi oddiylik, yo'qchilikni ko'rib Hazrati Umar yig'ladilar. Ey Allohning rasuli, sizni hech narsangiz yo'q-ku. Fors, Rumning podshohlariga qarang. Ularning o'tirgan taxtlari oltindan, kiygan kiyimlari tillodan, zar, kumush, duru gavharlardan iborat. Olamlarni yaratgan zotning habibi bo'la turib, aslida bu ne'matlarga siz haqliroq emasmisiz? Deganlarida Nabiy alayhissalom aytdilarki, ey Umar, oxirat ne'matlarining bizniki ekanligi, ularga esa shu dunyo ne'matidan boshqa narsa yo'qligi senga kifoya qilmaydimi? Ularning bu jannatlari o'zlariga buyursin. Biz boqiy jannatimizni foniy jannatga almashmaymiz. Agar banda bir marta, bir lahza jahannamga kirib chiqsa, dunyodagi rohatlarning hammasini unutib yuboradi. Agar bir marta jannatga kirib chiqsa, dunyo mashaqqatlari unga unut bo'ladi. Ha, inson bir marta jannatga kirganda hayotidagi mashaqqatlar esdan chiqib ketadi. Dunyo shu qadar esdan chiqadigan darajadagi o'tkinchi narsa. Mana shu foniy hayotimizni deb boqiy hayotimizdagi ne'matlardan o'zimizni mahrum qilmaylik. Yolg'onchilikdan, aldashdan o'zimizni tiyaylik. Bugungi kunda aldovni ham turlari ko'payib ketdi. Birovlarga telefonlarga xabar keladi, ma'lum bir kodlarni so'raydi yoki biz bugun kiber jinoyati deb aytyapmiz, fuqarolarning plastik kartalardan pullarini yechib olish yoki ma'lum bir davlat tashkilotining xodimi niqobida kelib odamlarni tunab ketish voqealari hayotimizda uchrayapti. Bularning hammasi aldov bo'ladi, inson bu bilan gunohkor bo'ladi. Nabiy alayhissalom hattoki Madina bozorlarida xurmo sotayotgan bir kishini xo'l xurmoni ostiga qo'yib, ustiga quruqlarni terib qo'ygani uchun malomat qilganlar. U kishi aytgan, ey Allohning rasuli, yomg'ir yoqqan edi-da degan. U ham unchalik yomon narsani olib chiqmagan. Shunchaki yomg'ir yoqqan, xurmosi ho'l bo'lgan, ma'lum bir miqdorda ho'l bo'lgan. Va uni ustiga quruqroq, yaxshiroqlarni terib qo'ygan. Mana shu qilig'ing ham aldov bo'ladi, yolg'on bo'ladi deb Nabiy alayhissalom u kishini koyiganlar. Bugun endi biz hayotimizda qilayotgan, faoliyatimizda ishlatayotgan qiliqlarimizga bir qaraylik. Alloh taolo o'zi hammamizni isloh qilsin, yolg'ondan, aldov, firibgarlikdan o'zi panoh bersin. O'zini huzurida maqtalgan zotlardan bo'lishni o'zi bizga nasib qilsin va bu yo'lni bizga oson aylasin. Vassalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.